Bir kuni bir inson Albert Einsteindan siz kimni eng aqlli inson deb hisoblaysiz deb so'radi. Aql idroki bilan tanilgan Einsteinning javobi hammani hayratda qoldirdi. U shunday dedi: "Mening haydovchim." U bir voqeani aytib berdi. Bir safar konferensiyaga ketayotgan edik. Juda charchagan edim. Haydovchim taklif qildi: "Men sizning o'rningizga chiqay, sizning nutqingizni ko'p eshitganman, yod olganman. Biz kiyim almashtirdik. U mening kiyimimni kiydi, men esa haydovchi kiyimini." O'sha davrda ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi. Odamlar Einstein haqida eshitgan, lekin qanday ko'rinishda ekanligini hamma ham bilmasdi. Haydovchim sahnaga chiqib, nutqni a'lo darajada o'qib berdi. Shunda jurnalistlardan biri savol berdi. Murakkab savol edi. Nisbiylik nazariyasiga oid. Haydovchim o'z roli ichida qolgan holda tinchlik bilan javob berdi. Bu savol shunchalik oddiyki, hattoki birinchi qatorda o'tirgan haydovchim ham javob bera oladi, dedi. Shunday deb Einsteinga murojaat qildi. Einstein haydovchi sifatida chiqib, savolga zo'r javob berdi. Shundan so'ng hech kim savol berishga jur'at eta olmadi. Xulosa: insonni uning atrofi belgilaydi. Agar donishmandlar bilan muloqotda bo'lsang, sen ham dono bo'lasan. Sifatli, ijobiy odamlar bilan do'stlashishingiz shaxs sifatida shaklllanishingizga kuchli ta'sir qiladi. Hozirda sizning atrofingizdagi eng yaqin insoningizni izohlarda belgilab qo'ying.